neobычный rang degan elegant diskalarda ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobka bu ham 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Konditsioneri bor ekan. Narxi 4500. Generalni ekan xullas. Tonirovkalargacha bor. Hech ko'rinmaydi вообще. Tonirovkasi bor. Ruxsatni so'raymiz. Tonirovka qanchaga ruxsat borligini, avtomat korobka, polilari bor. Yurgan probega 160 ming probeg bosib o'tgan ekan, hech qancha bosib o'tmagan ekan degan. Chexollari bor. Aytgan, karboniy lentalarda yopishtirilgan ekan. Diskalar elegant. Balonlari ham zo'r holatda ekan. Elegant diskalar. Tash mashinalar. Lekin dokument qo'qonda bitadi. Dokument amri qo'qonda bitadi ekan. Gerpovoy disk logolar qo'yib qo'yilgan ekan. Ana shu nomer chiqarib qo'yaveraman, narayda oyda. Ha. Bo'ldi. Ana shu matizga ham, ana shu nomerlarga qo'yib qo'yasiz. 90 550 71 01 ga telefon qilib aloqaga chiqinglar. Variantga ham menimcha eplasa bo'ladi. Akalar, mana narxlarni o'zimiz sindirib tashlashga harakat qilyapmiz. Bor kuchimiz bilan mana ko'rishingiz mumkin. Sarig'idan topib qo'ydik. Sarvar Avzorga obuna bo'lib, bitta like bosib tursalang, qo'llab-quvvatlab tursalang, arzon mashinalar chiqib. Agar aslida 2500 deyishyapti turdi, men buni ancha narxini arzonlatib qo'ydim o'zim. Ko'rishingiz mumkin, sariq rangda lekin. Buni ham avvalgi bir qaratib ko'rsatib olsalar, bir 583 ming probeg bosib o'tgan ekan. Zavodskiy chexollarda polilari bor lekin buni ham hisobga olasizlar. Kuzov holatiga bilmayman 1 millionni sarflasalar, chotki holatga kelib qoladi, zo'r holatga kelib qoladi. Mana balonlari ham uni yilib ketmagan ekan. 50% oshiqroq bor ekan. Pritsepnoylargacha bor ekan. Bu ham bitta plyusda baribir. Ko'rishingiz mumkin, holati yaxshi. Buni narxini talashib, tortishib sizlarga akalar $2000 qilib qo'ydik. Endi bilmadim unga tushib berishami yo'qmi. Yana o'zlari bilan aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. Aka, hozir motor korobkalar qanaqa buni? Yaxshi, motor endi yog' yeydi. Motor ozgina yeydi, nomiga motor yog' yeydi, korobkalari zo'r holatda. Nomeringizni aytib o'rasiz aka? 91lik. 91lik 685 685 30 12dan uni ko'raman. Ha. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. 91lik 683 31 85. Darvoza ham qilasiz shekilli aka. Mana ekan darvoza ham qilishar ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga tayyor ma'lumot. PSP ham mabodo kelishib qolsa sotilaveradi. PSP ham bor ekan, mabodo kelishaman desalar, sotilaverar ekan PSP ham. Ana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar, xohlasalar ham darvozali bo'lib qolasizlar, ham mashinali bo'lib qolasizlar. Bunaqa arzon narxda va zo'r narxda topish uchun Sarvar Avzorga obuna bo'lib, bittadan like bosib tursalar, bunaqa arzon narxlar chiqarib turamiz. Akalar, mana avtomat korobka qidirib yurganlarga, misol uchun ayol kishilar ham sekin minishni boshlayapti mashinani. Shu ayol kishilarga olib bersalar bo'laveradi. Narxi ham yaxshi, arzonroq. Kraskasi ham 50 ga 50 ekan. Ko'rishingiz mumkin, elektronika mana, avtomat korobka. Ajoyib nimalardan qo'yib bo'lgan ekan. 266 ming probeg bosib o'tgan. Sidna chexollari bor, polilari bor, aytafollari bor. Barlar ham boshqacha, barlarga e'tibor bermayapman. Barlari ham yangi qo'yib qo'yilgan shekilli, chiroyli, Malibuga o'xshab. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqalari ham tana holatda bo'lib turibdi. Archa balonlar ekan, balonlari ham 80-90% ekan. Avtomat korobka. Ba'zi ham avtomat korobka bozorda, Qo'qon bozorida turibdi mashinalar. Aka, buni pulini nech pul deyapsiz? 3800 kam bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. 90lik 550 71 01 ga telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Faqat narxga aka. Agar mabodo kelsalar, variantga ham eplasa bo'lar ekan, xullas. Kelishamiz deyapti-yu. Ana shu nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqinglar. Agar arzon beradi. Akalar, mana 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan, puli vobshe arzonidan qidirganlarga ko'rib turinglar hozir. Mana sariq. Shu bitta muammosi sariq xolos ekan. Qolgan joylari zo'r ekan, motor korobkalari vobshe zo'r ekan. Mana balonlari ham ko'rishingiz mumkin, 60-70% qilib turibdi. Arqa balonda ekan yangi taqib qo'yishgan ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rinyaptimi? Gazlari ham bor ekan. Generalniy davrangiz hammasi bitta ekan. Dokumentda muammo bo'lmaydi deyishyapti. Xullas metallarigacha bor ekan.
Ko'rishinglar mumkin. Mana chexollari bor. Folilari bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Maytafollari ham bor ekan. Yurgan probega qancha ekan buni? 380 ming probeg bosib o'tgan. Bo'ldi. Narxi ham arzon ekan. Bu holatga qaraganda. Kuzoviga 1 million sarflasan ham u qurutdek mashina bo'lib qoladi mana holati. Chotki holatda turibdi. Chaplash xolos kuzovga. Narxini aka 1700 deyapsiz. Qancha? Sal 1500 bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 1500 bo'lsa aloqaga chiqinglar, akam berishadi shu mashinani. Nomeringizni aytib ha, kuniga xullas pul topyapti ishda. 50 440 46. Akalar mana arzon narxda olishda davom etyapmiz va shu o'zimiz arzon qilib tashlayapmiz mashinalar. Egalaridan shu beringlar deb arzon qilib tashlayapmiz. Mana ko'ringlar. Mashina 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Sveji holatda bo'lib turibdi, yangidek bo'lib, qurtdek bo'lib turibdi. Probegi 209 ming probeg bosib o'tgan, chexollari bor. O'tiravering aka, o'tiravering. Kraskalari bor deyishyapti. Aka, kraskasi necha foiz ekan? 50 mi? 50 kraskasi bor ekan. Evakor polilari bor, mana venetlari ham, mana shu qaraydiganlari ham elektronika, mexanika, chexollarigacha bor. Mana 209 ming probeg bosib o'tgan, mana ko'rinib turgan bo'lsa. Hop, holat yaxshi, maytaxollarigacha bor ekan. Ko'rishinglar mumkin. Bu udari yo'q aka, orqa oldi. Udari yo'q, orqa oldi pechar deyishyapti. Qozonlari ham butun turibdi ekan. Hozir metanda aka bu. Metan bezinda harakatlanadi mashina. 2000 dan balandiga bo'lsa bitadi deyapti. Yana aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 90lik 150 32 33. Bo'ldi aka. Salomatlar. Akalar mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan lyuks konditsioneridan ekan. Konditsionerlargacha bor ekan. Yozgi mavsumga mana sezoniga asa qo'l keladi. Mana elektronika 276 ming probeg bosib o'tgan, chexollari bor, polilari bor. Ko'rishinglar mumkin. Metan aka bu. Mana metanda yuradi ekan. Ballonlari ham mana 60-70% bo'lib turibdi. Yaxshi holatda ekan bozorda. Qo'qonda bitadimi aka bu? 20 ekan nomeri. Shu yerda bitiramiz. Ha, generalniy bor ekan. Kraskasi shu yon tarafda bitta qanot bilan ikkita etishida. Sifiri güzel. Ha, oldi qanotda kraskasi. Mana shu tarafda. Oldi qanotda kraskasi bor ekan. Keyin mana eshikda bormi? Ha, mana shu orqa eshikda bor ekan o'ng tarafida. Ha, 20% bor ekan xullas kraskasi. 2850 dan kami bor ekan. Ha, ozgina kami bor ekan. Aloqaga chiqib olasizlar. Nomeringizni aytib o'rasiz. 91lik 151 67 ekan oxiri. Bo'ldi aka, bozoringizda. Akalar mana 2010-yil Besidan qidirib yurganlarga Bes motor. Bu konditsioner bo'lmaydi bunda. Konditsioner, Bes konditsioner ekan. Ko'rishinglar mumkin. Zavodskiy chexollarda polilari bor, lekin elektronika, oyna ko'tarib chiqaradiganlari 461 ming probeg bosib o'tgan. Holatga mana tashqari tarafdan yig'ilib turibdi, ichkari ham yaxshi ekan. Petnolarning hisobiga unaqa naqd qo'yilgan shekilli, sal kraska tegizib qo'yilgan shekilli petnolar hozir yana bir qator so'rab o'tamiz. Metallarigacha bor ekan. Aka, kraskasi qanaqa buni? Kraska ikkita qanot. Ha, oldi ikkita qanot, kapotda bor ekan. Hali qattiq udari yo'q, xudo. Ha, qozonlar ajoyib ekan. Dadnoy mashina orqa oldi. Orqa oldida udari yo'q ekan. 3 ta eshik toza. 3 ta eshik toza deyishyapti. Ballonlarini ko'rishlar mumkin. Ballonlari ham yaxshi holatda. 60-70% bo'lib turibdi. Motorlari ham zo'r ekan, korobkalari ham o'ta zo'r holatda ekan. Bes qidirib yurganlarga tashab qo'yinglar, jamasi o'zlariga kerak bo'lmasa. Aka, buni sal arzonroq qo'yinglar, necha pul deyapsiz? 2700 dan o'tib beraveramiz. Keyin chiqaveradi. 2,5 ga ham aloqaga chiqaversinmi? 2,5 ga ham aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz sindirib tashlayapmiz narxlarni, ko'ryapsizlarmi? Kepayna bo'lib ketyapti mashinalar narxi. Asal bosib oladigan joyi. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 33lik 835 02 03. Nimaga bitmaydi aka? Hali variantlarga. Faqat naqdga. Yo'q, naqd pulga variantga bo'ladi. Ha, 1-2 oyga eplasa bo'ladi. Ha, 1-2 oyga kelishaveradi. Ha, 1-2 oyga kelsa bo'laveradi. 1000, 1,5 2000 pul bolalarga kelishaveramiz deyapti.
Mana akalar stalon rangidan qidirib yurganlarga 2009 kraskalari toza deyishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Elektronika 147 ming kilometr probega bosib o'tgan, magnitofonlari bor, polilari bor. Aka probaga haqiqiymi buni? 147 ming hech qancha yurmayapti-da. 147 ming mana. 147 ming halol ekan, 147 ming probega bosib o'tgan. Metallarini ko'ringlar, metallarigacha bor ekan. Qattiq yaxshi ekanda, odam chiqqanda ham uyalib qolish yo'q. Chiriklari yo'q. Bo'ldi aka. Chiriklari yo'q ekan. Ko'ryapsizlar? Balonlari ham 60%, 50% bo'lib turibdi. Ko'ringlar. Chotki holatda bo'lib turibdi. Aka, buni pulini nech pul deyapsiz? Buni 33 ta tushib berdi. 3300 dan kami bor. Ha, bu ham siznikimi hozir shunda? Ha, nomeri shu. Yana bir qator e'tibor bering, men adminni qo'yaman, aytmoqchilar. 33lik 835 02 03. Bo'ldi aka. Akalar mana bes motor qidirganlarga yili 2009 ekan. Ko'ringlar. Quvvati ham qanaqa bo'lib turibdi ekan, polirovkalar qilib chiqqan shekilli bir 10% kraskasi bor deyishyapti. 10% dan ko'p emas deyishyapti. Petnoni hisobiga ekan u ham bo'lsa. Mana polilari bor, zavodskiy chexollarda 256 ming probega bosib o'tgan ekan. Mana magnitofonlari ham ishlab turibdi, magnitofonlari bor. Elektronika ana bunaqa kaltroq eshik ochida qolib qo'yilgan ekan. Eshiklari ham, yopilishlari ham yaxshi. Qattiq emas, og'ir yopilmaydigan. Ko'rishingiz mumkin. Orqasidan kalimchalarigacha katta-kattasi qo'yilgan ekan. Biz kimdir mashinaga bunday chiqarib o'tirsa edi, uyalib qolmaydi ekan mashinaga. Ishlari ham приятный bo'lib turibdi ekan. Ha, metallarigacha bor ekan. Metan yil nechigacha aka? Ha, 18 ekan. Hali yana ancha bor. Aka, buni nech pul deyapsiz? 3 mingdan kam bor. 2,5 ming puli bor ham aloqaga chiqarsin-a? 2,5 ming puli bor aloqaga chiqarsin. Mana o'zimiz narxlar tushirib tashlayapmiz, arzonroq qilib tashlayapmiz. Nomeringizni aytaverasiz aka? 91 058 65 05.